Bugun biz sizlar bilan Global, ya'ni xalqaro Amerika kompaniyasini Middle Frontend React.js pozitsiyasi uchun o'tkazgan suhbatda birgalikda tahlil qilib chiqamiz. Kompaniyamiz demak, kandidat uchun $1,500 oylik maosh taklif qilgan ekan. Faqatgina bir narsaga e'tibor qilasizlar, agar intervyudan suhbatdan yaxshi o'tadigan bo'lsanglar, bu maoshni yana oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar, ya'ni kelishish imkoniyati sizlarda paydo bo'ladi agar intervyudan yaxshi o'tadigan bo'lsanglar. Umumiy intervyu keladigan bo'lsa, 3 qismdan tashkil topgan ekan. Birinchisi hard skills, ya'ni bu texnik ko'nikmalar deb ham ataymiz. Ikkinchisi algorithm coding challenges, ya'ni algoritmik yoki coding challengelar, savollar. Uchinchisi soft skills, ya'ni yumshoq ko'nikmalar. Unda birinchi bo'lib hard skilldan boshlab olamiz. Endi hard skill o'zi 3 qismga bo'lingan ekan. Bu JavaScript, React.js va Computer Science and Tools, ya'ni uskunalar. Biz bugungi videoda JavaScript qismini birgalikda ko'rib chiqamiz. Nega JavaScriptdan savol berilgan? Chunki bu front-end pozitsiyasi bo'lgani uchun va front-end asoslaridan biri JavaScript bo'lgani uchun albatta bu dasturlash tili bo'yicha savollar bo'lishi tabiiy holat. Unda keling JavaScriptni boshlab olamiz. JavaScript keladigan bo'lsa, umumiy hisobda 10 bitta savol berilgan va har bitta savolning yonida maxsus emoji bor. Quyidagi yashil emojini ko'radigan bo'lsanglar, bu degani kandidatimiz savolga to'liq javob bera olgan. Agar sariq doira ko'rinishidagi emojini ko'radigan bo'lsanglar, bu degani kandidatimiz savolga o'rtacha javob bergan, ya'ni kamchilik bilan. Qizilni ko'radigan bo'lsa, X ko'rinishidagi, bu degani kandidatimiz savolga umuman javob bera olmagan. Demak, 10 bitta savoldan kandidatimiz 4 tasiga to'liq, 5 tasiga o'rtacha va 2 tasiga umuman javob bera olmagan ekan. Va bugun bular qaysiligini birgalikda ko'rib olamiz. Ikkita narsaga e'tibor berishinglar xohlardim. Birinchisi, odatda interviewer, ya'ni intervyu oluvchi oddiy savollardan boshlab savollarni ozgina qiyinlashtirib boradi. Nega? Chunki boshda albatta sizlarda hayajon bo'ladi. Shu hayajoninglarni yenga olishinglar uchun oddiy savollardan boshlaydi va shu orqali sizlarni boshqa chiqib aytganda qizdirib oladi. Ikkinchisi, bu hamma savollar ingliz tilida so'raladi va sizlar ham ingliz tilida javob berishinglarga to'g'ri keladi. Shuning uchun menga o'zbekchasini bilsanglar ham ingliz tilida javob berishga harakat qilinglar va xuddi shu orqali o'zingizlarni ustingizda ishlab borasizlar. Unda birinchi savoldan boshlaymiz. Nima savol berilgan ekan? Mana savolni ko'rishinglar mumkin. What is data types in JavaScript? Ingliz tilida o'qiyman, o'zbek tilida javob berib, xuddi shunaqa javoblarni ham ingliz tilida o'qib, keyin o'zbek tilida tushuntirib ketaman. Birinchisi, what is data types in JavaScript? Juda oddiy savol. JavaScriptda ma'lumot turlari nima? Javobga keladigan bo'lsak, a data type defines the kind of value a variable can hold and the operations that can be performed on it. Demak, data type ma'lumot turi bu bizga o'zgaruvchi o'zida saqlayotgan qiymatni turini va undan tashqari xuddi shu qiymat ustida bajarilishi mumkin bo'lgan operatsiyalar, ya'ni amallarni bizga belgilab berar ekan. For example, numbers allow arithmetic operations while strings allow concatenation. Misol uchun, numbers ya'ni raqamlar arifmetik amallarga ruxsat beradigan bo'lsa, string ya'ni matn ko'rinishdagilar nimaga ruxsat berar ekan? Konkatenatsiyaga, ya'ni qo'shishga. In JavaScript, data types are divided into. JavaScriptda ma'lumot turlari quyidagilarga bo'lingan. Primitives, ya'ni oddiy turlar. Bunga string, number, boolean, null, undefined, begin simbolni misol qilib keltiradigan bo'lsak, reference types ga nima misol ekan? Bu object va uni maxsus ko'rinishlari bu array va function. Bunga faqatgina object deb javob bersanglar ham bo'ladi, lekin array functionni uni maxsus bir ko'rinish sifatida ham alohida aytib o'tsanglar bo'lar ekan. Undan tashqari JavaScriptda dasturlash kursimda bu haqda yanada to'liq ma'lumot berib o'tganman. O'zbek tilida unga o'tib, uni ko'rishingizni sizlarga tavsiya qilaman. Endi buni birgalikda ko'rib oladigan bo'lsak, demak, data types ikkiga bo'linar ekan JavaScriptda. Birinchisi bu primitive, ya'ni oddiy, primitive degani bu yana oddiy deb ma'noni bildiradi. Ikkinchisi reference. Ketdi. Primitive-ga nima misollab olar ekan? Bu number, string, boolean, null, undefined, symbol va big int. Nechta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. Mana bu yerda ham xuddi shu 7 ta turlarni ko'rishinglar mumkin. Endi reference-ga nima turlar? Bunga faqat object bilan javob bersanglar bo'ladi yoki objectning maxsus turlari bu function va arrayni ham bemalol misol qilib keltirsanglar bo'lar ekan. Demak, data type haqida so'ralganda quyidagicha javob berishinglar tavsiya qilinadi. Ikkinchi savolga o'tamiz. What are truthy and falsy values in JavaScript? Demak, JavaScriptda truthy rost va falsy yolg'on qiymatlar nimalar? Javobga o'tadigan bo'lsak, in JavaScript, every value is inherently either truthy evaluates to true or falsy evaluates to false when used in a Boolean context, for example inside if conditions. Demak, JavaScriptda har bitta qiymat oxir-oqibat yo true bo'ladi, ya'ni rost bo'ladi, yoki yolg'on bo'ladi, ya'ni false bo'ladi. Qachonki Boolean context ichida ishlatilinsa. Boolean context degani misol uchun if condition, ya'ni if condition operatorini ichida ishlatganimizda u Boolean context bo'lar ekan. Birinchi bo'lib biz false value bilan ko'rib chiqamiz, ya'ni yolg'on qiymatlarni. Bularga nimalar keladi? Bunga false,
0, minus 0, empty string, null, undefined, not a number, 0n. Demak, bular hammasi nima ekan? Yolg'on qiymatli ekan. Demak, biz buni boolean kontekstda ishlatganimizda har doim yolg'on qiymatini qaytaradi, ya'ni false. True value nima deydigan bo'lsa, ya'ni rost qiymatli qaysini aytsak, qolgan hammasi rost qiymatli, ya'ni everything else bunga non-empty strings, non-zero numbers, objects, arrays, functions, etc. Mana ko'rishinglar mumkin. Boshqacha qilib aytadigan bo'lsak, bizda mana istalgan qiymat berilgan, value deylik. Va biz buni boolean kontekstda ishlatadigan bo'lsak, masalan, mana boolean kontekst deb qo'yaylik va buni boolean kontekstda bitta tunnel deb tasavvur qilsak, bu tunneldan o'tganda istalgan qiymatimiz yo true yo false bo'lar ekan. Ya'ni bu yerda yo true bo'ladi yoki-da false bo'ladi. Endi boyagi 8 tamiz bunga nimalar kirardi? Demak, bunga false, 0, minus 0, empty string, null, undefined, 0n, mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, undan tashqari not a number. Demak, bu 8 tasi boolean kontekstda ishlatilgan paytda har doim false bo'lar ekan, qolgan istalgan qiymat true bo'lar ekan. Misol uchun, agar value'imiz bizda false bo'lsa false bo'ladi, null bo'lsa false bo'ladi, lekin misol uchun empty string bo'lmasa, ya'ni bu yerda mana ism bo'ladigan bo'lsa, bu nima bo'lar ekan? Bu true bo'lar ekan. Demak, buni tushunib olishingiz kerak bo'ladi. Endi bunga javob berishdan tashqari sizlarga kichkina bitta kod challenge berishi mumkin. Ya'ni sizlarga kod beriladi, u kodni ishga tushirmasdan turib, natijasi qanaqa bo'lishini so'rashi mumkin. Buni ko'ramiz. Misol uchun mana oddiy kod berilgan. Demak, if ichida empty array va endi console.log chiqadimi yo'qmi deb savol berishi mumkin. Output nima? Output keladigan bo'lsa, buni output nima bo'ladi? Console.log chiqadi. Nega? Chunki empty array bu true. Bu 8-tancha kirmagandan keyin u true bo'ladi. Bunga endi o'tib runni bosadigan bo'lsak, ozgina kutamiz. Mana ko'rishinglar mumkin, runs ekranga chiqdi. Va xuddi shunaqa answer qismida uni ko'rishinglar mumkin. Ikkinchisi endi empty object. Empty object ham xuddi shunaqa. Unda ham nima bo'ladi? True bo'lgani uchun hello yozuvi ekranga chiqadi. Mana chiqdi. Bu javobiga qaraydigan bo'lsanglar, xuddi shunaqa mana ekranga chiqqanini ko'rishinglar mumkin. Hello yozuvi. Keyingisida endi ikkitalik berilgan ekan. Demak, birinchisi non-empty string, e'tibor beringlar. Bu string bo'lishidan qat'iy nazar ichi bo'sh emas. Bu degani true degani va console.log ekranga chiqadi. Keyingisida nima bo'lgan? If 0. 0 nima edi bizda? Bizda false value, ya'ni bu har doim false bo'ladi. Endi if ichida false bo'lsa, console.log ishga tushmaydi. Shuning uchun faqatgina yes yozuvi ekranga chiqadi. Mana ko'rishinglar mumkin. Va bu yoqda answerda ham xuddi shunaqa mana faqatgina yes yozuvi ekranga chiqqan. Bu bo'yicha yanada to'liq ma'lumotga ega bo'lish uchun quyidagi darsimni ko'rishinglarni tavsiya qilaman. Ikkinchi savolim bo'ldi, uchinchi savol. What is the difference between double equal and triple equal in JavaScript? Demak, JavaScriptda ikkita barobar va uchta barobar orasidagi farq nima? Double degani 2 degani, triple degani odatda 3 degani. Demak, buni farqini sizlardan so'rayapti. Javobiga keladigan bo'lsak, birinchisi, yana loose equality deb ham nomlanar ekan, ya'ni double equalimiz compares two values after type coercion if they're not the same type. Demak, ikkita qiymatni bizga, ya'ni barobar ikki tarafidagi qiymatni bizga tekshirib beradi, ya'ni solishtirib beradi. Agar ular bir xil turda bo'lmasa, birinchi bir xil turga o'tkazib oladi va keyin solishtirib beradi. Strict equality, ya'ni 3 ta bo'ladigan bo'lsa nima? Compares both value and type with no type coercion. Ya'ni ikkita qiymatni barobar ikki tarafidagi qiymati va turi bo'yicha tekshirib beradi. Ya'ni u bir turdan ikkinchi turga o'tkazib o'tirmaydi, ham turi, ham qiymati bir xil bo'lishini talab qilar ekan. Endi buni ko'radigan bo'lsak, code snippet challenge. Misol uchun mana buni olamiz, bu yerga o'tamiz va bu yerga o'tib, buni bitta tahlil qiladigan bo'lsak, mana bizga kod berilgan. Birinchisini ko'rsak, e'tibor beringlar, empty array. Lekin array bizda qanaqa ko'rinishda? Reference ko'rinishda. Reference ko'rinishda bo'lgandan keyin bu ikki taraf solishtirganda nimalarni solishtiramiz? Memory address solishtiramiz. Misol uchun buniki ABC bo'ladigan bo'lsa, misol uchun buniki boshqa adres bo'ladi, chunki bu umuman boshqa array. Misol uchun 0x, misol uchun BCD bo'lishi ham mumkin. Mana quyidagi ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, endi bular ikkalasi bir-biriga teng bo'lmagandan keyin console.log barobar nima bo'ladi? False bo'ladi. Keyingisida triple equal bo'lishidan qat'iy nazar, ikkalasi array bo'lishidan qat'iy nazar, bu adreslar yana ikki xil bo'lgani uchun bular hech qachon, demak, bir-biriga teng bo'lmasa ekan, yana false bo'ladi. Keyingisiga e'tibor beringlar. Demak, bu yoqda nima bor? Bizda array bor, ichida bitta element. Endi arrayni biza equal bilan solishtirganimizda nima bo'ladi? Bu stringga o'tadi. Ya'ni birinchi stringga o'tkazib olamiz. Stringga qanaqa o'tadi deydigan bo'lsanglar, array elementi join qilinadi. Buni ichida bitta element bo'lgani uchun birri o'zini stringga o'tkazsa nima bo'ladi? Bu birri o'zi bo'lib qoladi. Endi 1 teng 1 bu true. Keyingisini ko'radigan bo'lsak, xuddi shunaqa, faqatgina farqi 3 ta barobar. Endi bittasi array, bittasi string bo'lgani uchun bu darhol nima bo'ladi? False bo'lar ekan. Keyingisi null va empty. Endi null ham xuddi shunaqa. Nullni birinchi nima qilamiz? Array ichidagi nullni stringga o'tkazamiz. Bu stringga o'tganda birinchi bo'lib buni ichidagi elementlarni join qilib olamiz, ya'ni string ko'rinishga o'tkazgan.
har bitta elementni virgul bilan join qilamiz. Mana agar biz null olib, buni stringga o'tkazadigan bo'lsak, mana e'tibor beringlar. Demak, bu holatda null to string deydigan bo'lsak, ekranga nima chiqadi? Empty string chiqdi va endi bu empty stringga teng bo'lgani uchun nima bo'ladi? Bu true bo'ladi. Ya'ni bu stringdan o'tkazganimizda bu ham empty string bo'ladi va endi empty string, ya'ni bo'sh stringga tenglashtirganimizda bu ham true bo'lar ekan. Demak, javobi qanaqa? False, false, true, false, true. Va natijani ko'radigan bo'lsak, buni ko'chirib olib, bu yerga o'tib ishga tushiramiz. Demak, buni o'chirib tashlab, mana e'tibor beringlar, false, false, true, false, true. Bu yerda yana shu tushuntirilgan. Demak, birinchisida ikkalasi ham array bo'lgani va reference bo'lgani uchun teng bo'lmaganligi, keyingisi xuddi tepaga o'xshab sabab tufayli, faqatgina endi farqi ikkalasi ming array bo'lgani bilan, yana ularning adresi, ya'ni manzili ikki xil bo'lgani uchun, keyingisi quyidagi arrayimiz, ya'ni bitta elementdan tashkil topgan arrayimiz stringga o'tkazilganda bu bir bo'lib qolishi va keyingisida bo'lsa 3 ta triple bo'lgani uchun albatta bu hech qachon bir-biriga teng bo'lmaydi va beshinchisi nullimiz demak stringga o'tkazilganda empty string bo'lib qoladi va empty stringga teng bo'lganda nima bo'ladi? True bo'lar ekan. Bu bo'yicha yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lish uchun JavaScriptda dasturlash kursimdagi asosiy operatorlar darsini o'tib chiqishinglarni tavsiya qilaman. Bunga e'tiborli bo'linglar. Savol oddiy bo'lishi mumkin, lekin shu savol deb sizlar to'liq javob bera olmay qolishinglar mumkin. Keyingi savolga ko'ramiz. Keyingi savol: What are type conversions in JavaScript and what is the difference between implicit and explicit conversion? Demak, JavaScriptda type conversionlar nima? Va implicit va explicit conversionlar orasidagi farq qanday? Demak, bu yoqda ikkita savol berilgan va sizlar ikkalasiga ham javob berishinglar kerak. Javobga keladigan bo'lsak, type conversion, as known as typecasting or coercion, is when values are changed from one data type to another. Demak, type conversion bu nima ekan? Bu qiymatlar bir turdan ikkinchi turga o'tkazilishiga aytilar ekan. Buni yana typecasting yoki coercion deb ham atalar ekan. JavaScript does this in two ways. Demak, JavaScript buni ikki xil yo'lda amalga oshirar ekan. Birinchisi implicit conversion, yana type coercion deb ham atalar ekan. Implicit degani bizga ko'rsatilmasdan berkitilib deb ham tushunsak bo'ladi. Ya'ni bu type coercion nima ekan? Bu JavaScript tomonidan avtomatik amalga oshirilar ekan, ya'ni done automatically by JavaScript. Misol uchun, mana 5 stringga 1 qo'shadigan bo'lsak, bu 51 bo'lib qoladi. Nega? Chunki 1 ham stringga o'tib 5 ga 1, ya'ni ikkita stringga qo'shganimizda konkatenatsiya yuzaga keladi. Mana misol. Ayirganimizda endi 5 numberga o'tib qoladi. 5 dan 1 ayirsak 4 bo'ladi va mana number chiqadi. Bunda ham avtomatik amalga oshdi. Ya'ni biz dastur sifatida buni alohida bir turdan ikkinchi turga o'tkazib o'tirmadik. Uchinchisi, mana ikkalasini solishtirganimizda bu demak bir turdan ikkinchi turga o'tib keyin solishtirilgani uchun bu ham avtomatik amalga oshar ekan. Endi ikkinchi yo'li bor. Mana ikkita yo'lda deganimizda, ikkinchisi bu explicit conversion, ya'ni biz aniq ko'rsatib ravshan holatda uni bir turdan ikkinchi turga o'tkazamiz. Bu yana typecasting deb ataladi. Done manually by the developer, ya'ni dasturchi tomonidan qo'lda, ya'ni kod yozib amalga oshiriladi. Misol uchun, number mana chaqirilishi mumkin, string yoki parseInt metodi orqali amalga oshirilishi mumkin ekan. Bu bo'yicha ham albatta code snippet challenge bo'lishi mumkin, ya'ni sizlarni sinashi mumkin. Misol uchun mana birinchi misol, console log 10 + 2 10 - 2. Birinchisi konkatenatsiya 1 2, keyingisida 10 ni 2 dan ayiramiz, nima bo'ladi? 8. Mana ko'rishingiz mumkin, 1 2 bilan 8 ekranga chiqdi. Buni ko'chirib olib, bu yerga o'tib, ishga tushirib, yana bitta ko'rsak bo'ladi. Mana 1 2 bilan 8 yozuv ekranga chiqdi. Keyingisi true. Demak, ikkita booleanni qo'shganimizda bular raqamga o'tadi. 1 ga 1 qo'ysak true 1, false 0, 1 ga 1 qo'ysak 2, 1 dan 0 la ayirsak 1. Demak, 2 bilan 1 mana ekranga chiqdi. Buni ko'chirib olib, albatta bu yerga o'tib, runni bosadigan bo'lsak, mana ko'rishinglar mumkin, 2 bilan 1 yozuvi ekranga chiqqandi. Keyingisi null ga 1 qo'shsak, demak, null numberga o'tganda 0 bo'lib qoladi. Undefined demak, raqamga o'tkazsak, bu not a number bo'lib qoladi. Shuning uchun birinchisi 1, ikkinchisi not a number yozuvi ekranga chiqar ekan. Buni o'tib, runni bosadigan bo'lsak, mana 1 va not a number yozuvi ekranga chiqdi va answerda shu narsa tushuntirilib o'tilgan. Keyingisi ikkita arrayni qo'shganmiz va arrayga 1 qo'shganmiz. Demak, ikkita arrayga qo'shganimizda mana ko'rishinglar mumkin, ikkalasi ham empty string bo'lib qolar ekan, stringga o'tganda, chunki ichida hech qanaqa elementi yo'q va ikkita empty stringni qo'shsa, empty string o'zi qoladi. Keyingisida bu empty stringga o'tadi va empty stringga 1 raqamini qo'shsa, 1 ham stringga o'tib, empty stringga 1 stringni qo'shsa, bu 1 bo'lib qolar ekan. Buni o'tib endi bu yerga o'tib ishga tushiradigan bo'lsak, mana e'tibor beringlar. Birinchisi empty string, ya'ni chiqmadi hech narsa ekranga, keyingisi bo'lsa 1 ni o'zi chiqdi. E'tibor beringlar, bu 1 raqam emas, balki string ko'rinishda. Bu yerda ham tushuntirib o'tilgan. Keyingisi bu nima ekan? 1 ga, ya'ni array 1 ga 1 qo'shilgan raqam, undan tashqari array 1 2 ga 1 qo'shilgan. Bu array 1imiz string bo'lib o'tgandan keyin nima bo'ladi? Bu 1 string deb bo'lib qoladi va 1 ga 1 qo'shsak, stringga o'tib ketib 11 yuzaga keladi. Endi 1 2 1 qo'shadigan bo'lsak, 1 ga 2
bu arrayimizdan stringga o'tkazganimizda 1,2 bo'lib qoladi. Mana bu yerda ham tushuntirilgan. 1 2 bu nima? Arrayimiz stringga o'tgan paytda quyidagi stringga kelib qoladi. Nega? Bu har bitta elementlari virgul bilan bir-biriga qo'shilib chiqar ekan mana quyidagi ko'rinishga. Endi 1 2 1 ga 1 qo'shganimizda bu 1,21 bo'lib qolar ekan va buni amalda ko'radigan bo'lsak, mana birinchisi 11, ikkinchisi 1,21 ikkalasi ham string ko'rinishda bo'lib qoldi. Keyingisi ikkita object va bittasida object bilan array qo'shilgan. Endi objektga qo'shganimizda toString metodi chaqiriladi. Bu holatda object bo'lib qoladi va ikkita object qo'shganda object va object yuzaga kelar ekan. Buni ham mana amalda ko'ramiz. Birinchi holatda mana e'tibor beringlar, ikkita object bo'lib qoldi. Chunki toString bunda chaqirilganda object yuzaga keladi. Keyingi holatda bunimiz empty string va empty stringga object qo'shilganda nima bo'ladi? Objectni o'zi qolar ekan. Ozgina chalkash bo'lishi mumkin, lekin buni o'zingizlar kodini yozib ko'rib, yanada yaxshi tushunib olishinglar mumkin bo'ladi. Bu bo'yicha ham darsimiz bor. Demak, 10-dars JavaScriptda dasturlash kursida bunga atalgan ekan. Demak, men o'ylayman, bu ham tushunarli bo'ldi. Kandidatimiz demak bunga sal kamchilik bilan javob bergan ekan. Keyingisi 5-inchisi. What is the difference between primitive types and reference types in JavaScript? Demak, JavaScriptda primitive, ya'ni oddiy turlar va reference, ya'ni reference turdagi turlarni farqlari nima? Endi bunga javob berish uchun answer qismini ko'ramiz. Primitive types, ya'ni oddiy turlar. Immutable values stored directly in memory, ya'ni o'zgarmas qiymatlar to'g'ridan-to'g'ri xotirada saqlanadi. Assigned by value, copying creates a new independent value, ya'ni value orqali, ya'ni qiymat orqali beriladi, assign qilinadi va har doim o'sha qiymat yangi o'zgaruvchiga ko'chirilar ekan. Bunga nimalar misol bo'la oladi? String, number, begin, boolean, undefined, symbol, null. Mana ko'rishinglar mumkin. Endi bu yoqdagi misol mana let a teng on, b teng a, mana e'tibor beringlar, a ni b ga tenglab qo'ydik. Endi b o'zgarsa, a o'zgarmaydi. Nega? Chunki bu immutable va assigned by value, primitive type bo'lgani uchun. Ikkinchi reference type bu mutable object stored in heap memory, demak bu o'zgaruvchi obyektlar hisoblanadi va heap memoryda saqlanadi. Variables hold a reference pointer to the object. Demak, o'zgaruvchilar bu qiymatni o'zini emas, balki shu qiymat turgan manzilga pointer, ya'ni reference saqlar ekan. Bunga misol object, uning ichiga arrays functionslarni, ya'ni dateslarni, yana bir qancha misollarni keltirishimiz mumkin. Oddiy misol mana object 1, object 2 bor. Object 2 ga object 1 tenglashtirilgan. Endi object 2 ni x quyidagi xossasi o'zgarsa, object 1 ham o'zgarib qoladi. Nega? Chunki bu reference type bo'lgani uchun. Summary xulosa qilganimizda primitives, ya'ni oddiy turlar simple immutable stored by value, ya'ni oddiy, o'zgarmas va qiymat orqali saqlanadi. Reference types keladigan bo'lsa, complex mutable stored by reference, ya'ni complex murakkab, mutable o'zgaruvchi va reference orqali saqlanar ekan. Endi buni yana misol qilib keltiradigan bo'lsak, bu yoqda boyagi data type demak 2 ga bo'linganda, primitive ga number, string, boolean, null, undefined, symbol, begin keladigan bo'lsa, reference ga object, function, arraylarni misol qilib keltirsak bo'ladi. Primitive bu to'g'ridan-to'g'ri xotirada saqlanadi, reference bo'lsa, shu xotirada saqlangan, ya'ni heap memoryda saqlangan qiymatga nima bo'lar ekan? Manzil, pointer bo'lar ekan. Buni ham yaxshi tushunib olishinglarni tavsiya qilaman. Juda ko'p beriladigan savollardan bittasi bu bo'yicha ham, demak, darsim bor ekan, JavaScriptdagi ma'lumot turlari darsida aytib o'tilgan ekan. Keyingi savol, 6-savol. Bunga kandidatimiz umuman javob bera olmagan va bu savol nisbatan oddiy savol bo'lgan array methods, ya'ni arrayni massivni metodlari so'ralgan. Javob keladigan bo'lsak, bir narsaga e'tibor beringlar, bu hamma metodlarni yodlab olishingiz shart emas, lekin qancha ko'p bilsangiz shuncha yaxshi. Demak, birinchisi mutating methods ko'rib chiqamiz, ya'ni change the original array, ya'ni berilgan arrayni o'zgartiradigan metodlar. Mutating degani o'zgartiruvchi degan ma'noni bildiradi. Ya'ni biz arrayni ustida quyidagi metodlarni chaqirsak, u array o'zgaradi. Bunga nima misol bo'lishi mumkin? Masalan, mana birinchisi push, ya'ni qo'shadi. Array berilgan, push 4-5 desa, buni 4-5 ni arrayga qo'shib berar ekan. Pop oxirgi element top tashlaydi. Mana 1 2 3 bo'lib pop qilsa, remove 3 qaytaradi va endi arrayimiz 1 2 bo'lib qolar ekan. Shift bu birinchi elementni olib tashlar ekan. Ya'ni 1 2 3 qilib shift chaqirsa, 2 3 o'zi qolar ekan. Mana ko'rishinglar mumkin. Unshift bu boshiga element qo'shar ekan. Mana 2 3 bo'lsa, unshift 0 1 qilsa, endi 0 1 2 3 bo'lib qolar ekan. Keyingisi splice, ya'ni berilgan ma'lum bir indeksda elementlarni olib tashlaydi yoki qo'shadi. Mana misollar berilgan. Bu bo'yicha darsim ham bor. Undan tashqari sort, demak buni nima qilish? Buni tartiblash, har xil ko'rinishda tartiblashimiz mumkin va ma'lum bir shart berish orqali ham tartiblashimiz mumkin ekan. Keyingisi reverse, ya'ni buni arrayni teskarisiga bizga aylantirib berar ekan. Ya'ni elementlar o'rnini teskarimacha qilib beradi. Keyingisi non-mutating methods, ya'ni arrayni o'zgartirmaydigan metodlar ham bor. Bu demak yangi array qaytaradigan va biz berib yuborgan arrayni o'zgartirmaydigan metodlar hisoblanadi. Bunga nima? Bunga map. Juda ko'p ishlatamiz. Har bitta elementni transform, ya'ni o'zgartirib beradi va yangi array qaytaradi. Mana ko'rishinglar mumkin. Har bitta elementni 2 ga ko'paytirib
mana original, ya'ni biz berib yuborgan array o'zgarmagan va natijaviy array mana qaytarilgan bu funksiyamizdan, metodimizdan va oxir oqibat har bitta element mana 2 ga oshganini ko'rishingiz mumkin. Keyingisi filter, ya'ni bu ichidagi ma'lum bir qiymatlarni filtrlab olib tashlashga yordam beradi. Reduce bu berilgan barcha qiymatlarni bitta qiymatga olib kelishga yordam beradi. Slice, e'tibor beringlar, bu splice emas, balki slice bu copy, ya'ni nusxa olishda yordam beradi berilgan arraydan. Concat ikkita arrayni qo'shishda yordam beradi. Join bu demak arrayni olib bitta stringga olib kelishga, ya'ni matn ko'rinishiga olib kelishga yordam beradi. Includes arrayda ma'lum bir demak qiymat bormi yo'qmi tekshirib beradi. Find qidiradi, find index o'sha topilgan elementni indeksdan qaytarar ekan. Demak summary keladigan bo'lsa, ya'ni xulosa qiladigan bo'lsa, use mutating methods when you want to change the array in place. Demak, mutating metodlarni ishladi agar sen arrayni joyida o'zgartirmoqchi bo'lsang, ya'ni berilgan arrayni o'zgartirmoqchi bo'lsang, use non-mutating methods for safer functional style coding. Non-mutating method, ya'ni o'zgartirmaydigan metodlarni ishlat, bu demak xavfsizroq va functional ko'rinishdagi kod yozmoqchi bo'lsang. Functional programming shartlaridan bittasi bu demak not mutating bo'lishi ham hisoblanadi. Va mana har bittasini tarifi ham aytib o'tilgan. Misol uchun mana reverse nima qiladi? Reverses array in place, ya'ni buni sizlar ingliz tilida aytib bera olishinglar kerak bo'ladi. Undan tashqari bu bo'yicha ikkita darsim bor ekan, massivlarga kirish, unda bir nechta metodlarni ko'rib chiqqanmiz. Undan tashqari massiv metodlari, slice, splice, filter va find ham birgalikda mana ko'rib chiqqan ekanmiz. Bu darslarni qaytarib olishingizni sizlarga tavsiya qilaman. Keyingi javob bera olmagan savoli, bu ham nisbatan oddiy savol bo'lgan. Bu demak object methods, ya'ni xuddi array metodga o'xshab object metodlar so'ralgan ekan. Bunga ham kandidatimiz javob bera olmagan ekan. Demak, object metodlarni ham ikki ko'rinishga bo'lsanglar bo'ladi. Birinchisi static object methods, ya'ni obyekt constructor functionga tegishli bo'lganlar, ya'ni buni qanaqa chaqiramiz? Object nuqta deb chaqiramiz. Ya'ni mana object katta O bilan nuqta deb keyin har xil metodlarni chaqirishimiz mumkin. Bu obyektni o'ziga tegishli metodlar. Misol uchun keys deydigan bo'lsak, bu demak o'sha berilgan obyektni kaltlarni qaytaradi. Values deydigan bo'lsak, qiymatlarni qaytaradi. Entries desa, entry ko'rinishida qaytaradi. From entries desa, bu obyektga keltirib beradi key value ko'rinishidagi qiymatlarni. Assign qilsak ma'lum bir xossani demak berishimiz mumkin. Freeze qilib uni immutable o'zgarmas qilib qo'yishimiz mumkin. Seal qilib proplarni o'zgarmas qilib qo'yishimiz mumkin. Create qilib yangi demak obyekt yaratishimiz mumkin berilgan prototypedan. Has own qilib demak rostdan ham uni ma'lum bir property'si bormi yo'qmi, ya'ni xossasi bormi yo'qmi tekshirishimiz mumkin. Ya'ni bu prototypedan tekshirmaydi, berilgan obyektni o'zida bormi yo'qmi tekshirib berar ekan. Misol uchun mana bu yerda create qilib yangi prototype orqali biz yangi obyekt yaratib oldik va bu obyektimizga name degan property ham berdik. Undan keyin endi has own deganda name bu uni o'ziga tegishli, shuning uchun true bo'ladi. Endi bu yerda prototype orqali olingani uchun inherited nima bo'lar ekan? False bo'lar ekan, chunki bu prototipga tegishli, bu obyektni o'ziga emas. Undan tashqari instance level methods ham bor, ya'ni instance levelda berilgan obyektni o'zida chaqiriladigan va bular demak o'sha obyektni o'ziga tegishli bo'lgan metodlar hisoblanadi. Misol uchun mana bizda bitta obyekt bor. Endi e'tibor beringlar, bizda object, ya'ni katta O nuqta emas, balki obyektning nomi, ya'ni o'zgaruvchi nomi va undan keyin mana toString deb chaqirishimiz mumkin. E'tibor beringlar, toString override qilish holatlari ham bor. Undan tashqari mana value of bor yokida has own property ham bor ekan, mana ko'rishimiz mumkin. Bu demak shu berilgan obyektimizda ma'lum bir xossa bormi yo'qmi tekshirib berar ekan. Mana name bo'ladigan bo'lsa, has own property name bormi? Bor. True. toString bormi? Mana yo'q. False. Mana ko'rishingiz mumkin. Demak, summary keladigan bo'lsa, object keys values entries qachon ishlatilar ekan? Bu obyektni ma'lumotlar bilan ishlashda. Object assign qachon? Bu clone merge qilishimizda. Object freeze seal qachon? Bu mutability, ya'ni uning ichidagi xossalarni o'zgartiradigan yoki o'zgartirmaydigan qilish uchun. Has own property, object has own bu ma'lum bir demak xossa bor yo'qligini xavfsiz check qilish, ya'ni tekshirishimiz uchun ishlatilar ekan. Demak, buni ham bilib olishinglarni tavsiya qilaman. Bu ham tushadigan savollardan bittasi hisoblanadi. Va endi biz bugungi darsimizni, ya'ni videomizni shu qismda tugatamiz. Bugun umumiy hisobda 7 ta demak savollarni ko'rib chiqdik. Videoni uzunligi ham ancha uzun bo'lib ketdi. Shuning uchun keyingi darsda endi qolgan 4 ta savolni birgalikda ko'rib, tahlil qilib chiqamiz.